Assalomu alaykum. Nexia minadigan akalarimiz uchun life hack ko'rsatib o'tamiz. Mana kalit ochib yopyapmiz. Zamok o'chib yonmayapti. Bunda zamog'iga sinib ketib qolgan. Bu holatda nima qilamiz? O'chirish uchun rol tagidagi ashpkasini polni yechamiz. Yechganimizdan keyin hozir qolgan joyini ko'rsatib o'tamiz. Polni yechib olamiz birinchi o'rinda. Bu holat nima uchun bo'ladi? Zamok nozik bo'lib qolgan payt shuni uzilib ketib qoladi-da, shuni sinib ketib qoladi. Unda yurgizishdan iloji yo'q bo'lib qoladi. O'chirishda iloji yo'q bo'lib qoladi. Hozir sizlarga o'chirib, yurgizib, yoqishni hozir ko'rsatib o'tamiz. Krishkasini ham yechib oldik. Hech birinchida qiyin emas. 4 ta samarasi bor. Xudo xolasa shuni bo'shatadigan bo'lsak chiqadi krishkasi. Bitta like bosib turinglar. Sizlarga qayerdan ko'rsatib o'taman. Shu yerda kichkina bolti bor. Shuni bo'shatamiz kichkina atirga yordamida. Shundan keyin orasiga atirgani solamizda shuni chiqaramiz buni. Chiqarsak mana zamok sinib ketib qolgan, kağıt ochiq holatda qolib ketgan. Buni o'chirishlik uchun buni chiqarib yuboramizda. Atirgani solib turib, buni o'chirish uchun atirgani solamizda. Orqaga bitta qaytaramiz. Tablo o'chdi. Endi yurgizish uchun ham shunaqa holatda yurgizib ketsak ham bo'ladi. Kalitni ochamiz, keyin qo'shamiz. Buradigan bo'lsak, mashina zavod bo'ldi. Mashina davom ettiradi. Mashinamiz zavod bo'ldi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lsa, ustaxonagacha shunaqa holatda yurgizib yetib olsanglar bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bundan-da qiziqroq videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.